Oq raqam ulash. Oq ilovasiga kiramiz. Aloqa bo'limiga o'tamiz. Bu yerda oq raqam sotib olishni bosamiz. O'zimizga yoqqan raqamni tanlaymiz. Xohlasak pulli, xohlasak bepul. Raqam bron qilish. Jismoniy sim karta. Sim kartani qayerdan skaner qilishni ko'rsatib qo'yibdi. Bu yerga mana bir raqamni yozib ketamiz. Bizga bonus berish uchun o'zimizga yoqqan tarifni tanlaymiz. Tasdiqlash, ruxsat berish. Do'ralarning ichini tasdiqlaymiz. Davom etish, My ID. Bu joyga pasport seriyamiz bilan tug'ilgan kunimizni kiritgizamiz. Keyin Face ID'da o'tamiz. Bu joyda bizni telefon raqamimiz, qancha pul tashlashimiz ko'rsatilgan. Bu yerda to'lov usullari bosadigan bo'lsak, qaysi ilovlardan pul o'tkazib bo'lishini ko'rsatib qo'yadi. Undan keyin balans to'ldirgandan keyin raqamni faollashtirish bosiladi.